Bu yangilikni Shavot xalqına men yetkazmasam kim yetkazadi obunachilar? Videomuza birdan like bosib tursanizlar, hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Ana bu arkamda ko'rib turgan bo'lsangizlar Shavot quruq. Shavot quruqdan to'g'ri tamojna yo'lga qarab 30 metr yurasizlar. Ana bu yerda metan zapravka bor. Metan zapravkaning ro'parasida Akfa ayna eshik sexi joylashgan. Ana shu sexga kelsangizlar, umuman pul to'lamasdan tekinga xolodilnik, kir mashina, kuller, skuter, boshqa ana shunday sovg'alarni bepul yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi bir o'zi Akfa eshik ishlab chiqaradigan sex bo'ladigan bo'lsa, bu yerda maishiy texnikalar, skuterlar ishlab bitdi desangizlar, videomizni oxirigacha ko'ringlar. Ketdik. Ko'rib turgan bo'lsangizlar, oldingi qismida Akfacha ustalar uchun materiallar to'lib yotibdi. Bu yon tarafda oyna kesuvchi alohida bir sexi bor ekan. Ina bu skuterlarni ko'ringlar. Bular sizlar uchun umuman tekin, hech qanday pul to'lamay olib ketaverasizlar. Ina bu narsalarning ko'pligini qara. Ina shu narsalar hammasi xalqniki, xalqqa tarqatiladi. Bu narsalar uchun ummasidan pul olmaydi. Birgina sharti bor. Ina shu Akfa ayna sexini Instagram profili bor. O'tasizlar, obunani bosasizlar bo'ldi. Bu narsalar sizlarniki bo'lishi mumkin bo'ladi. Lekin birinchi navbatda o'zining shartlari bor. Assalomu alaykum. Shartlarni tushuntiring meni obunachilarga. Ayni ish buyursa, masalan, 2 anami, 3 anami 3 million so'm bo'lsa, 3 million so'mga turadi, aylantiradi. Buning ichida sovg'amiz bor, yo'q, bo'sh chiqmaydi, pustoy, hammasida sovg'a bor, hammasida sovg'a bor, pustoy chiqmaydi. Kamida bir 100 ming so'mlik, 150 ming so'mlik bajarib ketadi o'tib. Kullerimiz bor, masalan, blenderlarimiz bor, cho'pillarimiz bor. 5 million so'mlik bor, 5 million so'mlik xarid etaman desa, avtomat kir mashina bor bunda, telefon bor, planshet bor bunda, hamma narsa bor. Yaxshi podarkalar. 15 millionlik aylantiraman desa, 15 millionlikda bunda juda katta sovg'alar bor bunda. Skuterlar bor, mana shu. 2 dona skuterimiz bor. 2 dona xolodilnik bor, 2 etajli xolodilnikdan. Telefon ham bor bunda, televizor ham bor bunda. Podarkalarimiz ko'p. Bularning g'olibi siz bo'lishingiz mumkin. Sizlarga obuna bo'ladi, keladi, xaridor bo'ladi, narsa sotib oladi, o'yinda qatnashadi bo'ldi. Hamma klientlarni rozi qilib beramiz, xudo xolasa. Uyinacha olib boramiz, utqanlar ham videoda qo'yib beramiz. Hozir sizlarga ko'rsatamiz, probaga qaraman no chiqadi ekanmi. Bismillah. Chiqish kerakmi? Hayajonli daqiqalar. Televizor chiqdimi? Oo, ina televizor gördüğünüzden hamma narsada yutuq bor obunachilarimiz. Bemalol orqa o'ynasangizlar bo'laveradi. Probaga ko'rishim men buni. Eng kami 150 ming so'mlik narsa qo'yilgan buning ichida deydi. Hammasida sovg'a bor. Liboy bir narsa olasizlar. Masalan, ina shu perda, aytgancha toza perdalar kelibmi? Toza perdalarimiz keldi. Oho, bular nechida endi? Aynalarnikini kvadrati 300 ming so'm. Bir perda olsalar o'yinda qatnashib biladimi? Ha, nova ham o'yinda qatnashib biladi. Ina, qaqros sezon vaqti bu narsalar hammaga kerak menimcha. Kelib sotib olaverasizlar, o'yinda qatnashaverasizlar. Bulan kvadratini 400 ming so'mdan xalqqa ishlab beramiz. Endi bu yerda ondan tashqari har xil turdagi eshiklar bor ekan. Hammasining narxi qimmat emas. Endi birma-bir donishtirib chiqadigan bo'lsak, vaqtimiz cheklangan. Bu do'konimizni o'zi optim bo'lgani uchun Akfacha ustalarning o'zidan material yetkazib beradi. Ana shunday ustalar keladigan bo'lsa, Xorazmning neridan bo'lishidan qat'iy nazar, kelib ina shu yerdan material sotib oladimi, o'yinda qatnashib biladi. Xohlasangizlar, ina bu yerda jaluzi pardalar bor. Bu pardalardan xohlagan turidan, xohlagan bahosida birsini olasizmi, ikkisini sotib olasizmi? Bir tomoni ham arzon, bu yere borsangiz ham bu yerda jaluzi pardalar dim arzon, hem arzon sotib olasizlar, o'yinda qatnashasizlar. Ko'chada Oryan tarafida oyna kesuvchi alohida sexi bor ekan. Bu yerdan ko'rsatamiz. Qani yenglar. Ina obunachilarimiz ko'rib turganlaringizdek, agar sizlarga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bilasizlar, uyingizda balki siniq oynalar bo'lishi mumkin. Kimdir oynasi singan, kimdir eshik oynalari singan bo'ladigan bo'lsa, uyingizga borib o'lchinglar. Yaxshi xil oynalar tanlasangizlar, o'zlari o'lchab kesadidan, o'zlari ustolikka qilib beradi obunachilarimiz.